Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz hammamiz uchun, ayniqsa keksa yoshdagilarimiz va ularning yaqinlari uchun o'ta muhim, og'riqli va ehtimol hatto xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Men bugun sizni yangi qoidalar, o'zgarishlar va ko'pchilik bilmagan, lekin bilishi shart bo'lgan mas'uliyatning kuchaytirilishi haqida ogohlantirish uchun shu yerdaman. Bu mavzu har biringizning moliyaviy barqarorligingizga, huquqiy himoyalanganligingizga va hatto oilaviy tinchligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Agar bu ma'lumot siz uchun qimmatli deb hisoblasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu videoni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi va bizga shunga o'xshash muhim ma'lumotlarni ulashda davom etishga motivatsiya beradi. Muammoning mohiyati: oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari pensiya tizimi va ijtimoiy ta'minot masalalari nisbatan sodda va ko'pincha qulayroq deb qabul qilingan. Ko'pchilik uchun, ayniqsa pensiya yoshidagi fuqarolarimiz uchun davlatning ijtimoiy yordami o'z-o'zidan keladi deb hisoblangan. Ba'zi xatolar yoki ma'lumotlardagi noaniqliklar bo'lsa ham, ularga ko'pincha tushunish va insonparvarlik bilan yondashilar edi. Misol uchun, agar kimdir vafot etgan qarindoshining pensiyasini bir necha oy davomida olishda davom etgan bo'lsa, bu holat ko'pincha tasodifiy xato yoki bexabarlik deb baholanar. Natijada ko'p hollarda qaytarish talabi qat'iy qo'yilmas yoki juda yumshoq shartlar bilan amalga oshirilardi. Moliya muassasalari va pensiya jamg'armalari odatda kamroq avtomatlashtirilgan tizimlarga ega edi. Bu esa ma'lumotlarni real vaqt rejimda tekshirishni qiyinlashtirardi. Qog'oz hujjatlar asosiy rol o'ynar. Bu esa jarayonlarni sekinlashtirar va ba'zi bo'shliqlar yaratardi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatning barcha jamoalarida shaffoflikni oshirishga, byudjet mablag'laridan foydalanishda qat'iy nazorat o'rnatishga va barcha ijtimoiy to'lovlar tizimini raqamlashtirishga qaratilgan sa'y harakatlari tufayli pensiya tizimida ham jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Raqamlashtirishning joriy etilishi, turli davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvining kuchaytirilishi, masalan, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari, soliq idoralari, kadastr organlari va pensiya jamg'armasi o'rtasida, shuningdek, huquqiy asoslarning aniqlashtirilishi pensiya oluvchilar uchun yangi mas'uliyatlarni keltirib chiqardi. Endi avvalgi mayda xatolar yoki bexabarlik deb hisoblangan holatlar moliyaviy jihatdan jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Davlat har bir so'm byudjet mablag'ining to'g'ri va adolatli sarflanishini ta'minlashga qaratilgan qat'iy siyosat olib bormoqda. Bu degani, har bir pensionerga o'z pensiya holati, imtiyozlari va moliyaviy ahvoli bilan bog'liq barcha ma'lumotlarni diqqat bilan kuzatib borish, har qanday o'zgarishlar haqida tegishli organlarni o'z vaqtida xabardor qilish majburiyati yuklatilmoqda. Ayniqsa, yolg'on ma'lumot berish yoki ma'lumotlarni yashirish endilikda nafaqat pensiyadan mahrum bo'lishga, balki juda jiddiy moliyaviy jarimalarga va hatto jinoiy javobgarlikka ham tortilishga olib kelishi mumkin. Bu faqatgina moliyaviy javobgarlikning oshishi emas, balki pensionerlarning huquqiy savodxonligi va ogohligini ham talab qiladigan yangi davrning boshlanishidir. Asosiy qism 1: nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak. Bu bo'limda biz pensiya tizimidagi mas'uliyatning kuchaytirilishi nimani anglatishini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu asosan davlat tomonidan to'lanadigan mablag'larni olish, ishlatish va bu jarayon bilan bog'liq bo'lgan barcha holatlarda shaffoflik va to'g'rilikni ta'minlashga qaratilgan. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerakligini tushunish uchun quyidagi bir nechta asosiy ssenariylarni diqqat bilan o'rganib chiqamiz. 1. O'rtacha to'langan pensiyalar yoki nafaqalar uchun javobgarlik. Bu eng keng tarqalgan va potensial xavfli vaziyatlardan biridir. Davlat endilikda pensiya yoki nafaqa ortiqcha to'langan holatlarni juda jiddiy nazorat qiladi va bunday mablag'larni to'liq qaytarishni talab qiladi. Bunga bir qancha sabablar bo'lishi mumkin. O'lim holatlarini kechikib qayd etish. Misol uchun, ba'zida pensioner vafot etgandan keyin uning pensiyasi bank kartasiga bir necha oy davomida tushishda davom etishi mumkin. Agar uning yaqinlari bu mablag'larni bilib turib yoki bilmasdan yechib olgan bo'lsa, bu keyinchalik jiddiy moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Real hayotiy misol. Toshkent shahridagi yetimcha sahu yoshli hovlida buvi ismlar o'zgartirilgan, aprel oyida vafot etgan edi. Uning farzandlari bu haqda pensiya jamg'armasini darhol xabardor qilishmagan.
Buning ustiga marhuma buvining bank kartasiga may, iyun va iyul oylari uchun pensiya mablag'lari tushishda davom etgan. Farzandlaridan biri Exim yoshli Otabek bu pullarni uy ehtiyojlari uchun sarflab yuborgan. 3 oydan so'ng pensiya jamg'armasi va fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organi o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi natijasida hovlida buvining vafot etgani aniqlangan. Natijada Otabekka pensiya jamg'armasidan rasmiy xat kelib, 3 oy davomida ortiqcha to'langan jami 3 million 600 ming so'm miqdoridagi mablag'ni oyiga 1 million 200 ming so'mdan qaytarish talab qilingan. Agar Otabek bu mablag'ni qaytarmasa, sud orqali undirilishi va qo'shimcha ravishda davlat boji hamda sud xarajatlarini to'lashi kerak bo'lishi tushuntirilgan. Bu oila uchun kutilmagan moliyaviy zarba bo'ldi. Hatto Otabek men bilmas edim. Onamning kartasidan doim ishlatardim desa ham, davlat uni bu mablag'ni noqonuniy o'zlashtirishda aybladi. Chunki marhumaning vafotidan so'ng u pensiya olishga haqli emas edi. Mehnat faoliyatini boshlash yoki boshqa daromad manbalarining paydo bo'lishini yashirish. Agar pensioner ishga joylashsa yoki daromad keltiruvchi boshqa faoliyat bilan shug'ullana boshlasa, masalan, uy joy ijaraga berishdan doimiy daromad olsa, bu uning pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berilishi shart. Real hayotiy misol. Namanganda 15 yoshli Rahimjon aka qo'shimcha daromad topish maqsadida kichik bir korxonada yarim stavkada qorovul bo'lib ishga kirdi. Uning oylik maoshi 1 million 500 ming so'm edi. Rahimjon aka bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Chunki u qo'shimcha daromad topayotganini shaxsiy ish deb hisobladi va bu uning pensiyasiga ta'sir qilmasligiga ishondi. Biroq 1 yildan so'ng soliq idoralari va pensiya jamg'armasi o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi natijasida Rahimjon akaning ish joyi aniqlandi. Pensiya jamg'armasi unga 1 yil davomida indikoy ortiqcha to'langan pensiya qismini, umumiy summasi 4 million 800 ming so'mni har oyda 400 ming so'm kamaytirilishi kerak bo'lgan summadan qaytarishni talab qildi. Bundan tashqari unga keyingi oylik pensiyasidan ushlab qolish yo'li bilan bu summani undirish boshlandi. Bu esa uning kundalik turmushiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Imtiyozli pensiya huquqini yo'qotish. Ba'zi pensiyalar, masalan, nogironlik pensiyasi ma'lum shartlarga bog'liq. Agar bu shartlar o'zgarsa, masalan, nogironlik guruhi o'zgarsa yoki tiklansa, bu haqda darhol xabar berish kerak. Real hayotiy misol. Samarqand viloyatidan 75 yoshli Gulnora opa 3-guruh nogironligi bo'yicha pensiya olardi. 2 yildan so'ng u tibbiy tekshiruvdan o'tib, uning sog'lig'i yaxshilangani va nogironlik guruhini bekor qilish to'g'risida tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMK xulosasini oldi. Gulnora opa bu xabarni pensiya jamg'armasiga yetkazishni unutdi yoki kechiktirdi. U yana 5 oy davomida nogironlik pensiyasini olishda davom etdi. 5 oydan so'ng TMK va pensiya jamg'armasi ma'lumotlari solishtirilganda uning pensiyasi to'xtatildi va unga ortiqcha to'langan 5 oy uchun 6 million so'm, oyiga 1 million 200 ming so'mdan miqdordagi mablag'ni qaytarish talabi qo'yildi. Gulnora opa kutilmagan holda katta qarzga botdi. 2. Kreditlar va kafil bo'lish bilan bog'liq xavflar. Keksalarning ko'pincha o'z farzandlari, nabiralari yoki boshqa yaqinlarga yordam berish maqsadida kredit olishda kafil bo'lishadi. Ba'zan hatto o'zlari ham kichik kreditlar olishadi. Biroq bu yerda ham mas'uliyat kuchayganini unutmaslik kerak. Kafil bo'lishning oqibatlari: agar siz kimningdir kreditiga kafil bo'lsangiz va asosiy qarz oluvchi o'z majburiyatlarini bajarmasa, barcha moliyaviy javobgarlik sizning zimmangizga tushadi. Bu nafaqat asosiy qarzni, balki foizlarni, penalti va jarimalarni ham o'z ichiga oladi. Davlat, banklar va boshqa moliyaviy tashkilotlar endilikda qarzdorlikni undirishda yanada qat'iyroq choralar qo'llashmoqda. Jumladan, sud orqali pensiyadan ma'lum bir qismini ushlab qolish. Real hayotiy misol. Farg'onada yashovchi 70 yoshli Abdug'ani bobo o'g'lining mashina sotib olishi uchun bankdan 2 million so'm kredit olishida kafil bo'ldi. O'g'li dastlabki 6 oyda to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirdi, ammo keyin ish orqaga ketib, to'lay olmay qoldi. Bank bir necha oy davomida Abdug'ani boboga qo'ng'iroq qilib, xatlar yuborib, o'g'li qarzni to'lamasa, majburiyat uning zimmasiga o'tishini bildirdi. Abdug'ani bo'g'il baribir to'laydi deb umid qildi. Afsuski, shunday bo'lmadi. Bank sudga murojaat qildi va sud Abdug'ani bobodan o'g'lining qarzini asosiy qarz, foizlar va penalti bilan birga jami 65 million so'mga yaqin undirishga qaror qildi. Endi Abdug'ani boboning pensiyasidan har oyda ma'lum bir foizni ushlab
qolinmoqda. Bu uning turmush sharoitini sezilarli darajada og'irlashtirib yubordi. O'z nomingizdan kredit olish va ularni boshqalarga berish. Ba'zi pensionerlar o'z nomlariga kredit olib, uni farzandlari yoki nabiralariga berishadi. Ular to'lashga va'da berishadi. Bu ham juda xavfli. Agar ular to'lamasa, kredit majburiyati sizning zimmangizda qoladi. Real hayotiy misol. Jizzaxlik 68 yoshli Zuhra Momo nabirasi yangi smartfon olmoqchi bo'lganligi sababli bankdan 8 million so'm miqdorda mikroqarz oldi. Nabirasi har oy to'lovlarni amalga oshirishga va'da berdi. Dastlabki 3 oy yaxshi o'tdi. Ammo keyin nabira chet elga ishlashga ketdi va aloqa uzilib qoldi. Zuhra Momoning pensiyasini avtomatik ravishda qarzdorlik ushlab qo'lina boshladi. Bu holat uning uchun juda qiyin vaziyatni yuzaga keltirdi. Chunki pensiyasining katta qismi kreditni to'lashga ketib, dori-darmon va oziq-ovqat uchun yetarli mablag' qolmadi. O'tin, mulkiy javobgarlik va daromadlarni deklaratsiya qilish. Pensiya oluvchilarning moliyaviy ahvoli va mulkiga oid o'zgarishlar ham diqqat markazida. Katta xaridlarni yashirish, agar pensioner katta mulk, masalan, avtomobil, ikkinchi uy-joy sotib olsa va bu uning rasmiy daromadlariga mos kelmasa, pensiya jamg'armasi va sog'liq idoralari bu holatga qiziqish bildirishi mumkin. Bu ayniqsa imtiyozli pensiya oluvchilar uchun muhim. Real hayotiy misol. Toshkent viloyatida yashovchi yetim 2 yoshli Sobirjon amaki farzandlari yordamida o'z nomiga ikkinchi bir uy-joy sotib oldi. Bu uy-joyni ijaraga berib, qo'shimcha daromad topishni boshladi. Uning asosiy pensiyasi 1 million 300 ming so'm bo'lsa-da, ikkinchi uydan oyga 3 million so'm daromad olardi. Sobirjon amaki bu haqda hech kimga aytmadi va daromadini rasmiylashtirmadi. 1,5 yildan so'ng soliq idoralari ma'lumotlar bazasi va kadastr ma'lumotlari tahlili natijasida uning ikkinchi uyga egaligi va ijaradan olinayotgan ehtimoliy daromadi aniqlandi. Natijada Sobirjon amakiga katta miqdordagi soliq qarzdorligi, ijara daromadidan olinmagan soliqlar hisoblandi va bu qarzdorlikni to'lash talab qilindi. Uning pensiyasi va boshqa moliyaviy aktivlari xatlovga olinishi xavfi paydo bo'ldi. Vasiylik va homiylik masalalari. Agar pensioner voyaga yetmagan shaxslarga yoki ruhiy kasal odamlarga vasiylik qilsa va ularning nomidan pensiya yoki nafaqa olsa, u bu mablag'larni maqsadli ishlatishi shart. Har qanday noto'g'ri ishlatish qonuniy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Real hayotiy misol. Qarshilik 6 yoshli Sayyora opa vafot etgan singlisining 10 yoshli o'g'li Bahromga vasiylik qilardi. Bahromga har oyda bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi to'lanardi. Sayyora opa bu mablag'larni o'zining shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflab yuborardi. Chunki u o'z pensiyasiga Bahromni boqa olmayman deb o'ylar edi. Bir necha yildan so'ng vasiylik va homiylik organi tekshiruvi natijasida Bahromga ajratilgan mablag'larning noto'g'ri sarflangani aniqlandi. Sayyora opadan o'sha mablag'larni qaytarish talab qilindi va hatto vasiylikdan ham mahrum bo'lish xavfi yuzaga keldi. Bu oilaning ijtimoiy va moliyaviy ahvolini yanada murakkablashtirdi. Kim xavotirlanish kerak? Yuqoridagi ssenariylardan ko'rinib turibdiki, asosan quyidagi toifadagi fuqarolar xavotirlanish kerak. Pensiya yoki nafaqa oluvchilarning yaqinlari. Ayniqsa pensiya egasi vafot etgandan keyin uning kartasiga kelgan pullardan foydalanayotganlar. Ishga joylashgan yoki qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lgan, ammo bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilmagan pensionerlar. Kreditlarga kafil bo'lgan yoki o'z nomiga kredit olib, boshqalarga bergan pensionerlar. Nogironlik guruhi o'zgarganini yoki bekor qilinganini pensiya jamg'armasiga bildirmaganlar. Vasiylik yoki homiylik qiluvchilar. Vasiy bolalarga ajratilgan mablag'larni noto'g'ri sarflayotganlar. Kim xavotirlanmasligi kerak? Agar siz doimo qonunga rioya qilsangiz, barcha o'zgarishlar haqida tegishli organlarni o'z vaqtida xabardor qilsangiz, ortiqcha to'langan mablag'lar bo'lsa ularni darhol qaytarsangiz va ayniqsa moliyaviy masalalarda hushyor bo'lsangiz, demak siz xavotirlanmasligingiz kerak. Davlatning maqsadi vijdonli fuqarolarni jazolash emas, balki byudjet mablag'larining adolatli va maqsadli sarflanishini ta'minlashdir. Faqatgina qonunga zid harakatlar yoki bexabarlik tufayli yuzaga keladigan holatlar uchun javobgarlik kuchayganini unutmaslik kerak. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar bu bo'limda biz mas'uliyatning oshishi doimo ko'ra va oq rangda emasligini, ba'zi holatlarda istisnolar, tushunmovchiliklar yoki noaniq vaziyatlar ham bo'lishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bu nuanslarni bilish kutilmagan muammolarga duch kelganda o'zingizni himoya qilishga yordam beradi. Vijdonli harakatlar va g'arazli niyat o'rtasidagi farq.
Qonunchilikda ko'pincha qasddan qilingan harakatlar va tasodifiy xato yoki bexabarlik o'rtasida katta farq bor. Tasodifiy ortiqcha to'lov. Agar pensiya jamg'armasining xatosi tufayli sizga ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa va siz buni bilmagan bo'lsangiz, bunday vaziyatda sizdan to'langan mablag'larni qaytarish talab qilinishi mumkin. Ammo bu holat jinoiy javobgarlikka tortish uchun asos bo'lmaydi. Faqatgina pulni qaytarish talab etiladi va ko'pincha bu mablag'ni ma'lum bir muddat davomida bo'lib to'lash imkoniyati beriladi. Nuans muhimi shundaki, siz bu mablag'larning ortiqcha ekanligini bilmagan bo'lishingiz kerak. Agar sizga ma'lum bir summadan ko'proq pensiya tushayotganini bilsangiz, lekin indamay uni sarflab yuborsangiz, bu qasddan harakat deb baholanishi mumkin. G'arazli niyat. Agar siz masalan vafot etgan qarindoshingizning pensiyasini olish uchun uning o'limini yashirgan bo'lsangiz yoki ishga kirganingizni bilib turib pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, bu holatda siz g'arazli niyatda harakat qilgan deb topilishingiz mumkin. Bu nafaqat ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarishni, balki jinoiy javobgarlikka tortilishni, firibgarlik yoki davlat mulkini o'zlashtirish moddalari bo'yicha ham nazarda tutishi mumkin. Real hayotiy misol. Toshkent shahridagi 7 yoshli Nigora buvi vafot etgan 9 yoshli opasining pensiya kartasini o'zida saqlab, har oy unga tushgan pensiyani 2 yil davomida yechib olgan. Opasining o'limidan keyin pensiya jamg'armasini xabardor qilmagan. 2 yildan so'ng aniqlanganda Nigora buviga 24 oylik pensiya miqdoridagi 24 million so'm, oyiga 1 million so'mdan mablag'ni qaytarish talab etildi. Ammo bu holat g'arazli niyat bilan davlat mablag'larini o'zlashtirish deb topilganligi sababli unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu holatda sud jarayonida uning keksa yoshi va boshqa vaziyatlari inobatga olinib, jazosi yumshatilsa ham jinoiy javobgarlikning o'zi og'ir yuk bo'ldi. 2. Muddat cheklovlari, davom muddati. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat organlari ortiqcha to'langan mablag'larni cheksiz muddat davomida talab qila olmaydi. Odatda bu uchun ma'lum bir davom muddati mavjud. Qonuniy muddatlar O'zbekiston qonunchiligida. Pensiya va nafaqalarni hisoblashdagi xatolar tufayli ortiqcha to'langan summalarni qaytarish uchun 3 yillik davom muddati qo'llaniladi. Agar bu muddat o'tib ketgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi sud orqali sizdan pul undira olmaydi. Pitfall. Ammo bu muddat xato aniqlangan kundan boshlab hisoblanadi. Agar pensiya jamg'armasi xatoni 10 yildan keyin aniqlasa, o'sha paytda davom muddati boshlanadi. Shuningdek, agar ortiqcha to'lov pensiyaning qasddan qilgan noto'g'ri ma'lumotlari yoki hujjatlardagi soxtalashtirish tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, bu holatda da davom muddati qo'llanilmasligi mumkin va mablag'lar har qanday muddatdan keyin ham undirilishi mumkin. Noaniq nuans. Ba'zi holatlarda, ayniqsa pensionerning bilmasdan qilgan xatosi bo'lsa, pensiya jamg'armasi vijdonsiz boylik orttirish tamoyili asosida to'langan mablag'larni undirishga urinishi mumkin. Bu esa davom muddati qoidasini chetlab o'tishga imkon beradi. Ammo bu holatlar alohida ko'rib chiqiladi va sud qaroriga bog'liq bo'ladi. O'tuy, yuridik yordamning ahamiyati. Pensiya jamg'armasi yoki sud bilan bog'liq har qanday nizoli vaziyatda malakali yuridik yordam olish juda muhimdir. Tushunmovchiliklar. Ko'pincha pensionerlar o'z huquqlarini bilmaydilar yoki pensiya jamg'armasining talablarini noto'g'ri tushunishadi. Advokat yordami bilan siz o'z ishingizni to'g'ri himoya qilishingiz, keraksiz jarimalardan qochishingiz va hatto ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish muddatlarini cho'zishingiz mumkin. Hujjatlarni noto'g'ri rasmiylashtirish. Ba'zan noto'g'ri yoki yetarli bo'lmagan hujjatlar taqdim etilishi tufayli muammolar yuzaga keladi. Advokat sizga qaysi hujjatlar kerakligini va ularni qanday to'g'ri rasmiylashtirishni maslahat beradi. Real hayotiy misol. Buxorolik 6-7 yoshli Sharif amaki unga 4 oy davomida ortiqcha to'langan nogironlik pensiyasini guruh o'zgarishi sababli pensiya jamg'armasi erta undirishga urinayotganda bir yuristga murojaat qildi. Yurist Sharif amakining holatini o'rganib chiqib, pensiya jamg'armasi xabar berish muddatini buzganini va u qasddan xato qilmaganini isbotladi. Natijada sud qarori bilan Sharif amakidan ortiqcha to'langan pulni bir yo'la emas, balki bir yil davomida bo'lib pensiyasidan o'z-o'zidan ushlab qolish yo'li bilan undirishga qaror qilindi. Bu uning moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytirdi. 4 aql zakovatining pastligi yoki ruhiy kasallik. Ba'zi holatlarda pensionerning yoshi, ruhiy holati yoki aql zakovatining pasayishi uning mas'uliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Javobgarlikni yumshatish. Agar pensioner ruhiy kasallik tufayli
o'z harakatlarining ma'nosini tushunishga yoki ularni boshqarishga qodir bo'lmasa, bu uning huquqiy javobgarligini yumshatishi mumkin. Bunday holatlarda vasiy tayinlash masalasi ko'rib chiqilishi yoki sud uning harakatlarini qasddan qilingan deb topmasligi mumkin. Nuans: buning uchun tibbiy hujjatlar va ekspert xulosalar zarur bo'ladi. Oddiy unutuvchanlik yoki keksayib qolganlik yetarli asos bo'lmasligi mumkin. Ushbu nuanslarni bilish pensionerlarga va ularning oila a'zolariga turli nizoli vaziyatlarda o'zlarini himoya qilishda yordam beradi. Eng muhimi hushyor bo'lish, ma'lumotlarni o'z vaqtida tekshirish va shubhali vaziyatlarda mutaxassis bilan maslahatlashish. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Yuqorida aytib o'tilganlarning barchasini inobatga olgan holda har bir pensioner va ularning yaqinlari o'zlarini moliyaviy va huquqiy jihatdan himoya qilish uchun aniq qadamlar qo'yishlar kerak. Bu shunchaki ogohlik emas, balki faol harakat talab qiladigan vaziyat. Quyida aniq ko'rsatmalar berilgan. 1. Pensiya va nafaqa to'g'risidagi ma'lumotlarni muntazam tekshiring. Bu eng asosiy qadamdir. Pensiya jamg'armasi tomonidan taqdim etilgan har qanday ma'lumotnoma, hisob varaqlar yoki bankdan kelgan SMS xabarlarni diqqat bilan o'rganing. Nima qilish kerak? Har oyda pensiya tushumlarini tekshiring. Bank kartangizga tushgan summani va pensiya jamg'armasi tomonidan belgilangan summani solishtiring. Agar farq bo'lsa, darhol o'zingizning hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasidan muntazam ravishda, masalan, har 6 oyda bir pensiya miqdori va to'lovlar tarixi haqida ma'lumotnoma oling. Unda barcha tushumlar va ushlab qolishlar aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Agar pensioner mustaqil ravishda bu ishlarni qila olmasa, uning yaqinlari, farzandlari yoki nabiralari bu vazifani o'z zimmalariga olishlari kerak. Bu oilaning umumiy moliyaviy xavfsizligi uchun juda muhim. Shaxsiy holatdagi har qanday o'zgarishlar haqida zudlik bilan xabar bering. Bu mas'uliyatning kuchaytirilishining eng muhim jihatlaridan biridir. Hayotingizdagi har qanday o'zgarish pensiya yoki nafaqa miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Nima haqida xabar berish kerak? Ishga joylashish yoki daromad keltiruvchi boshqalar faoliyatini boshlash. Agar siz ishga kirsangiz yoki, masalan, rasmiy ravishda uy-joyingizni ijaraga bersangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar bering. Vafot etgan yaqinlaringiz haqida. Agar pensiya oluvchi vafot etsa, uning yaqinlari bu haqda fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari orqali pensiya jamg'armasini xabardor qilishlari shart. Bu o'lim haqidagi guvohnoma olingandan so'ng darhol amalga oshirilishi kerak. Nogironlik guruhiga olib berilmagan nogironlik guruhidagi o'zgarishlar. Agar nogironlik guruhida o'zgarishlar bo'lsa yoki nogironlik bekor qilinsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasining xulosasi olingandan so'ng darhol pensiya jamg'armasiga xabar bering. Yashash joyining o'zgarishi. Agar siz doimiy yashash joyingizni o'zgartirsangiz va boshqa hududga ko'chib o'tsangiz, bu haqda ham pensiya jamg'armasini xabardor qilishingiz lozim. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz yoki ba'zi holatlarda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyPokagov uz orqali elektron shaklda ma'lumot berishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? O'zgarish turiga qarab pasport, mehnat daftarchasi nusxasi, ijaraga berish shartnomasi, o'lim guvohnomasi, TMEK xulosasi va boshqalar talab qilinishi mumkin. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarni o'zingiz bilan olib boring. Har qanday kredit va kafil bo'lishdan oldin yetti o'lchab bir kesing. Bu juda muhim moliyaviy maslahat. Kredit olish yoki kimningdir kreditiga kafil bo'lishdan oldin har tomonlama o'ylab ko'ring. Nima qilish kerak? Kredit shartnomasini diqqat bilan o'qing. Barcha shartlar, foiz stavkalari, jarimalar va penaltilar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ling. Tushunmagan joylaringizni so'rang, kafil bo'lishdan oldin. Kafil bo'lish aslida ikkinchi qarz oluvchi bo'lish bilan barobar ekanligini unutmang. Agar asosiy qarz oluvchi to'lay olmasa, siz butun majburiyatni zimmangizga olasiz. Yaqinlaringizning iltimoslariga darhol rozi bo'lmang. Balki o'z moliyaviy imkoniyatlaringizni va risklarni baholang. Mening nomimga kredit olib ber degan iltimoslarga quloq solmang. Bu juda xavfli amaliyot bo'lib, keyinchalik barcha moliyaviy muammolar sizning zimmangizga tushadi. Agar farzandingizga yoki nabirangizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, ularga pulni shaxsan o'zingiz bering. Lekin o'zingizning nomingizga kredit rasmiylashtirmang. Kredit olish zarur bo'lsa, faqatgina ishonchli banklardan oling va bankning mas'ul xodimi bilan shaxsan maslahatlashing.
shubhali moliyaviy tashkilotlar yoki noma'lum shaxslarning tezkor kredit takliflaridan uzoqroq turing. 4. Firibgarlikdan ehtiyot bo'ling va xushyorlikni oshiring. Keksalar ko'pincha firibgarlarning asosiy nishoniga aylanadilar. Yangi qoidalar va mas'uliyat kuchayishi bilan firibgarlar ham o'z usullarini takomillashtirmoqdalar. Nima qilish kerak? Shubhali qo'ng'iroqlar va SMS xabarlarga ishonmang. Bank, pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat organlari vakillari sizdan hech qachon bank kartangizning PIN kodi, to'liq raqami, yaroqlilik muddati yoki SMS orqali tasdiqlash kodlarini so'ramaydilar. Bunday ma'lumotlarni mutlaqo hech kimga bermang. Sovg'a, yutuq, kompensatsiya kabi takliflarga ishonmang. Agar siz hech qanday lotereyada qatnashmagan bo'lsangiz, qanday qilib yutuqqa ega bo'lishingiz mumkin? Bunday takliflar firibgarlikdir. Ular sizdan soliq yoki komissiya to'lashni so'raydilar va pullaringizni o'zlashtiradilar. Bank xodimi yoki huquq tartibot idoralari xodimi sifatida o'zini tanishtirgan noma'lum shaxslarga ishonmang. Agar shubha tug'ilsa, qo'ng'iroqni to'xtating va bankning rasmiy ishonch telefoni raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qilib vaziyatni aniqlashtiring. Uyma-uy yurib turli xizmatlar, masalan, gaz hisoblagichni tekshirish, elektr simlarini yangilash, taklif qiluvchi noma'lum shaxslarga ehtiyot bo'ling. Ularning maqsadi ko'pincha sizning uyingizga kirib, narsalaringizni o'g'irlash yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni bilib olishdir. Agar shubha tug'ilsa, ularga eshikni ochmang va yaqinlaringizga yoki mahalliy profilaktika inspektoriga xabar bering. 5. Barcha muhim hujjatlarning nusxalarini saqlang. Har qanday rasmiy xat yozish, ariza berish yoki ma'lumot berishda hujjatlarning nusxalarini o'zingizda saqlash juda muhimdir. Nima qilish kerak? Bergan har bir arizangizning ikkinchi nusxasini qabul qiluvchi idoraning shtampi va qabul qilgan shaxsning imzosi bilan oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklar yoki nizolar uchun isbot bo'ladi. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat organlaridan kelgan har qanday rasmiy xatlarni saqlab qo'ying. Moliyaviy operatsiyalar, to'lovlar va bank hisob varaqlariga oid barcha cheklarni va kvitansiyalarni saqlang. Bu oddiy, ammo juda muhim qoidalar. Ularga rioya qilish sizni ko'plab moliyaviy qiyinchiliklardan va huquqiy muammolardan himoya qiladi. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugungi videomizda biz pensiya tizimidagi mas'uliyatning kuchaytirilishi haqida atroflicha gaplashdik. Bu nafaqat davlatning shaffoflikka intilishi, balki har bir pensioner va ularning oila a'zolaridan ham mas'uliyatli yondashuvni talab qiladigan yangi davrning boshlanishidir. Biz ortiqcha to'langan pensiyalardan tortib, kreditlar va firibgarlik xavflarigacha bo'lgan barcha jihatlarni ko'rib chiqdik. Esingizda bo'lsin, ogohlik bu eng yaxshi himoya. Ma'lumotlaringizni muntazam tekshirish, o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berish. Moliyaviy masalalarda ehtiyotkor bo'lish va firibgarlarning tuzog'iga tushmaslik, bularning barchasi sizning moliyaviy barqarorligingiz va xotirjamligingiz garovidir. Umid qilamanki, ushbu ma'lumotlar siz uchun qimmatli bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Iltimos bu mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Balki siz ham shunga o'xshash vaziyatlarga duch kelgandirsiz. Sizning hikoyalaringiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yana shunday muhim va dolzarb mavzularni yoritishda kuch bag'ishlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat va doimo sog' salomat bo'ling.